Let me take you to my galaxy. Topsan, So tekrar, that tekrar. are all yours. 5 soni. Do'stini xursand qila olar ekanman. Juftlik, men o'zimga 3 ta, do'stimga nechta bera olaman? 2 ta, 5 soni juft ekan to'qiganman. O'g'lim, qo'lingda bir nechta qarab turibdi. Shuni do'stingni ham, o'zingni ham xafa qilmasdan teng 2ga bo'lib sovg'a qila olasanmi? Marhamat, qani. Darrov ishlagasanchi. Keyin bo'lsin ikkitasi. Endi 3 ta soling bunga ham. Nechta solasan? 3 ta. Ha, sol. Yana qolyapti. Unga bittadan yaxshi. Yana. Barakalla. Xo'p, demak, qo'lingdagi qalamlar. O'g'lim, qo'lingda hozir nechta qalam bor edi? 12 ta. 12 ta qalam bor edi. Uni ikkita penalga nechtadan solding? 6 tadan. Demak, 12 soni do'stlar soni ekanmi yoki to'qson ekanmi? Do'stlar. Do'stlar, ya'ni do'sting ham o'zingni ham nima qilmadi u? Xafa qilmadi, barakalla. Juft sonlar shunday sonlarki, ular do'stini nima qilmaydi? Xafa qilmaydi. To'qsonlar esa nima qiladi? Xafa qilmaydi. Ular yolg'iz qolib ketib qolishadi. Shunday aytaylik, menda bir dona konfet bor. Men do'stimga bera olamanmi? Yo'q. Shuning uchun bir son qanday son ekan? To'qson ekan. 2. Mana 2. Juft, chunki men do'stimga ham bitta bera olaman, o'zimda ham bitta nima qilaman? Olib qola olaman. Demak, 2 soni qanday son ekan? Juft son ekan. Xo'p, endi 3 sonichi? Men to'q, chunki men o'rtog'imga nechta bera olaman? Bitta bera olaman. 3 qanday son ekan? To'q son ekan. Hammangizdan teng javob kutyapman. Xo'p, mana endi nechaga keldik? 4ga. 4. Do'stini xursand qila olar ekanman. Juft son ekan. Barakalla. Xo'p, 5 soni. Do'stini xursand qila olar ekanman. Chunki men o'zimga 3 ta, do'stimga nechta bera olaman? 2 ta, 5 soni juft ekan to'qiganman. Barakalla. Aktivroq bo'lamiz. Hammamiz bir xil javob beraylik. Navbatdagi son 6. Do'stini xursand qila olar ekanman. Demak, 6. Juft son. Barakalla bolalarim. Navbatdagisi 7 soni. 7. Do'stini xursand qila olar ekanman. Demak, 10 son. Barakalla. Navbatdagisi 8 qo'ying. Do'stini xursand qila olar ekanman. Juft son. Barakalla. Xo'p. Navbatdagisi 9 soni. Do'stini xursand qilar ekanman. Barakalla. Keyingisi 10. Qarang, do'stini xursand qila olar ekanman. Juft son. Yana takrorlayman bolalarim. Do'stini xursand qiladigan raqamlar juft sonlar, do'stini ozginagina xafa qilib qo'yadigan raqamlar esa to'q sonlar hisoblanadi. Jon o'g'lim, xo'p, shipaklarimizni nima qilib boribdi? Shamol aralashtirib yuboribdi. Siz ularni o'rma-o'rniga qo'yishingiz kerak ekan. Bir xillarni topib, darrov o'rta qilib qo'ying. Barakalla. Yo'q, noto'g'ri qildingiz. Ha, ana shundoq. Ha, u bilan qaysi o'rtoq? Gullar bir xil bo'lsin, ranglari bir. Barakalla, yaxshi. Keyingisi. Ha, ana shundoq. Yaxshi. Bitta qaysi shipak qoldi? Mana bu shipak qoldi. Uni jufti bor ekanmi? Xuddi o'shanga o'xshashimiz nima ekan? Yo'q ekan. Yo'q, o'xsham. Ha, bo'ldi topdi. Uni ham jufti bor ekan. Demak, bu shipagimizni jufti. Buni jufti esa bunisi. Xo'p, buni jufti qaysi ekan? Buni jufti qani? O'zi qolib ketdi. Buni jufti? Buni jufti bo'lsa, ha, bo'ldi. Buni olib ketdi, juftlashib. Bittagina nimamiz yolg'iz qoldi. Mana yolg'iz qolgan shipakni doiraga olib qo'yamiz. Jurambek o'g'lim, demak, qo'lqopchalar o'zining juftini yo'qotib qo'yibdi. Agar sen misolni to'g'ri ishlasang, ular o'z juftini nima qiladi? Topa oladi. Qani birinchi misol 6 ga 2 ni qo'shamiz. Necha bo'ladi? 8. Demak, 8 raqamli qo'lqop bilan u nima ekan? O'rtoq ekan. Barakalla. Hop, ikkinchi qo'lqop 3 dan birini ayiramiz. Darrov. Necha bo'ladi? 2. Demak, 2 raqamli nima bilan? Qo'lqop bilan birlashtirib qo'yamiz. Tezroq birlashtiring. Xafa qoladi bo'lmasam. Sizga 9 qo'shuv 1 necha bo'ladi? 9 qo'shuv 1 darrov 10 raqamli qo'lqopcha bilan birlashtirib qo'ying. Barakalla. Ular uchun necha ekan? 4 ayru 4 necha bo'ladi? Barakalla, 0 raqamli birlashtirib qo'ying. Ancha quyonning nechta qulog'i bo'ladi? 2 ta. 2 ta. Do'stning ortida nechta quyon bor sanachi? 5 ta. Sana. 1 2 3 4 5. 5 sonini.
aytchi 5 soni juftmi yoki to'qmi? To'q. Barakalla. Aytingchi, siyohdagi to'siqning ortida nechta quyon bor? Ikkita. Barakalla. Yoza qoling ikkini. Yashil to'siqning ortida nechta quyon bor? Sanach quloqlarini. To'rtta quyon bor. Darrov to'rt raqamini yozib qo'ying. Nima bo'ldi? Shunaqa yozamizmi? Bor, ha? Navbatdagi to'siq ortida nechta quyon bor? 5 ta. 5 ta, barakalla. Ulardan nechtasi juft-juft bo'lib suhbat qila oladi-yu, nechtasi yolg'iz qolib zerikib ketadi? O'rtadagi. O'rtadagisi barakalla. Let me take you to my galaxy. To'qson, So sekin, that sekin. are all yours. Juftson. Barakalla. Close your eyes, I'll Juftson. be your gravity. To'qson. To'qson. Time to lose sight of the shores. Juftson. My silver skies have fine color. Juftson. And all